Mening familiyam Bahromov Sardor, yoshim 14da. Otamning ismi Muslimov Imomjon. Onamning ismi Muslimova Zilola. Bugun nechinchi sana? Bugun 5-mart. Imomovich. Menga yig'lamang iltimos. Yurib bering, dadilroq. Ketdik. Yuguring! Yugurishni bilasizmi? Bunaqa yurgandan ko'ra yirtilsin tomog'ingiz. Davay. Kuchaning mana bu qoringa ozgina zarba berib. Davay. Mamdaqa turmaymiz. Vaholanki men duduq emasman. Siz shu holatda. Men Bahromov Sardor 2011-yil 11-iyunda tug'ilganman. 3, 4, 5. Xo'p bo'ladi ustoz. 3, 4, 5. 3. Sen, men sen mana shu shamni o'chirgandek o'chiraman. 1. Yelkalaringiz ochiq, ochiq turishi kerak. Bu takda. Orqangizdagi qovurg'alaringiz ichida turishi kerak. Ana shunday. Pa. Ko'z bilan ifodalang o'shani qo'rqmasligingizni. Haqiqatni ichingizda o'sha haqiqat bo'lsa, uni menga yetkazib bering. Davay. Qo'rqoqmisan? Yo'q ustoz. Bo'ldimi? Faqat shuni. Yo'q ustoz, papugaymisan? Yo'q. Yo'q ustoz, men buni yoraman, yanchib tashlayman, buzib tashlayman deng. Boshqa gaplar ham ayting. O'sha duduqlarni qilmasdan bo'ldi. O'zingni fikringni qo'shib gapir. Davay. Men tutuqlanishni kallasini olaman. Men uni buzib tashlayman, hayotimdan yo'qotaman. Chiroyli gapirishni xohlayman. 2, 3, 4. Men baxtli, men zo'rman. Bu katakdek joy. Kichkinagina, munchagina. Katakda, uyda hamma sher, hamma zo'r. Men baxtliman. Ana oching, tomog'ingizni yirtib, anolar eshitsin, ko'rsin. Shulardan uyalasizmi, bekorchi? O'tiradi sigaret chaqib, pista chaqib. Men yaxshi, men baxtli, men zo'rman. Bugun 5-mart. Ha, bugun chorshanba. Meni maktabda yoqtirgan fanlarim matematika, ona tili va tarix fanlaridir. Do'stlarimning ismi Sabriddin, Salim va Shamshoddir. Moshxo'rdi va palov.